Viloyatlarda yoshlarning kitobga mehr qo'yishi natijasida ularning mutolaa madaniyati yuksalayotgani, mustaqil fikrlashi, mantiqiy tahlil qilish qobiliyatini oshib borayotgani ayni haqiqat. Buning asosiy sabablaridan biri yurtimizda mutolaaga undovchi turli tanlovlarning ko'pligidadir. Ayniqsa Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilayotgan Yosh kitobxon tanlovi bu borada maqtangulik loyihalardan biridir. Dasturlarimiz davomida xabar qilib borayotganimizdek, 5 bosqichli loyihaning hududiy saralash jarayonlari tobora yakunlanib bormoqda. Bu gal esa 13-manzil shoh va shoir Bobur vatani Andijondamiz. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, bu yil Andijon viloyatidagi 69 mingdan ortiq yigit-qizlar Yosh kitobxon tanlovida ishtirok etish istagini bildirib ro'yxatdan o'tgan ekan. Ular viloyatdagi 16 ta tuman va shaharlarning 909 ta mahallasida ilk saralash sinovlarida qatnashishgan. Yosh kitobxon tanlovini Andijon viloyat bosqichiga start berildi. Mana bugungi viloyat bosqichida tuman shaharlardan g'olib bo'lgan 3 nafardan 3 ta yosh toifasida 10-14, 15-19 hamda 20-30 yosh toifasidagi 48 nafar yoshlarimiz ikkita shart asosida bellashadi. Birinchi shartimiz badiiy asarlar bilimdoni bo'lsa, ikkinchi shartimiz tezkor savol-javob shartidan iborat bo'ladi. Bugungi viloyat bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga yo'llanma olgan yoshlarimiz mart oyida respublika bosqichida ishtirok etish uchun imkoniyatni qo'lga kiritadi. Bilimdonlar bahsida dastlab 10-14 yoshdagi 16 nafar mutolaa sevarlar bellashuvi boshlandi. Doimgidek ishtirokchilar 2 shart, badiiy asar bilimdoni hamda tezkor savol-javoblardan o'tishdi. Ahmadni oldiga kelgan o'zga sayyoralikning laqabi. Marqum. To'g'ri. Bu tanlov bizga kitob o'qishni o'rgatadi, ajdodlarimizni merosini, ularni qadrlashimiz kerakligini o'rgatadi. Bu yil o'tgan yilgidan ham qattiq tayyorlandim. O'tgan yilgi qilgan xatolarimni qilmasdan, yaxshi natija ko'rsatish maqsadida o'zimni rivojlantirib ko'p kitob o'qidim. Jarayonlarda kuzatar ekanmiz, ishtirokchilar tanlovning hududiy bosqichiga shunchaki tasodif emas, o'z bilimi, iqtidori orqali yetib kelganiga yana bir bor amin bo'lmoqdamiz. Ular orasida nafaqat kitobxon o'quvchilar, balki hali kichik bo'lishiga qaramay, o'z mualliflik kitobini 20 ming nusxada chop ettirgan Rohila Ro'zi Mannopovaga o'xshagan yoshlar ham bor ekan. Oilamizda hamma kitob o'qishga qiziqadi va menda ham kitobga bo'lgan ishtiyoq yanada ortgan. 14 yoshimda 20 ming nusxada Barglar nidosi nomli birinchi kitobim chop etildi. Bundan juda ham xursandman. Men ham o'zbek adabiyotimizdagi katta, zabardast yozuvchilarga o'xshab, O'tkir Hoshimov, Xudoberdi To'xtaboyev, Zulfiya xonim, Saida Zununova kabi ijodkor yozuvchilarimizga havas qildim va men ham shularning yo'ldan borib o'zbek adabiyotimizda iz qoldirishga harakat qilaman. Bu maqsadlarimga erishish uchun Yosh kitobxon ko'rik tanlovi bizga pillapoya bo'ladi deb o'ylayman va tengdosh do'stlarimga ham bu tanlovda qatnashib bilmagan bilimlarni orttirishni maslahat beraman. Biz har kuni bir haftada bir kitob qilib oilaviy kitob o'qiymiz va bu narsa farzandlarim o'laroq ma'naviyatiga singib borayotganidan xursandman. Va mana shu narsalar natijasida 14 yoshli qizimni bugun Yosh kitobxon ko'rik tanlovida 10-14 yosh toifasida qatnashayotgan qizimni Prezidentimizning 147-sonli qaroriga asosan ilk kitobi Barglar nidosi nomli kitobi nashrdan chiqarildi. Bu yosh qiz uchun juda ham katta muvaffaqiyat. Bu muvaffaqiyatlar oldida Yosh kitobxon tanlovida juda ko'plab kitoblar o'qiganligi deb o'zim o'ylayman va mana shu adabiyotimizni yuksaltirish uchun va farzandlarimiz ma'naviyatini yuksaltirish uchun Yosh kitobxon tanlovi farzandlarimizni kelajakda eng yaxshi kasb egasi bo'lishi va o'z kasbining ustasi bo'lishi juda ham katta zamin yaratadi. Bugun kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar shu yerda o'tirgan 16 nafar ishtirokchini men aytmoqchimanki, o'qigan 40 ta kitobi bu 40 ta mashinasi deb o'ylayman. Chunki ularni ana shu 40 ta mashinaning ertaga egasi bo'lishiga zamin yaratadi. Yosh kitobxon tanlovining hududiy bosqichi kutilganidek Rohilaxon singari zukko yoshlar ishtirokida qizg'in va murosasiz kechgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Kichik guruhdagi ishtirokchilar orasidan birinchi o'rin hakamlarning yakuniy xulosasiga ko'ra 115 ball bilan Andijon tumanidan qatnashgan Samira Erkinovaga nasib etdi. Yosh kitobxon tanlovi viloyat bosqichida men Samira Erkinova g'oliblikni qo'lga kiritdim. Bu g'oliblikni qo'lga kiritishimga asosiy sabab onamning mehnatlari va Baxtiyor Qo'ziyevning hamda
Shohsaxon Nurmatova direktorimizning hissalari katta. Mana respublika bosqichiga yo'l oldim. Endi bu bosqichda yutish uchun men qattiq harakat qilaman. Barcha narsalarni yodlab, 5 shartga mukammal tayyorlanishga harakat qilaman. Bu yil yosh kitobxon tanlovida birinchi marta qatnashishim va viloyat bosqichigacha chiqdim. Mana 2-o'rinni oldim. Bundan xafa emasman. Keyingi yillari yana qatnashib, yaxshiroq natijalar qo'lga kiritishga harakat qilaman. Bu natijalarga erishishimda ota-onamga, buvijonimga va albatta Baxtiyor ustozimga katta rahmat aytaman. Meni shu darajalarga yetishimga sababchi bo'lishdi. Yosh avlodning kitobga bo'lgan muhabbatini yanada oshirib, bilim va tafakkurini charxlashga xizmat qilayotgan tanlov Andijonda mana shunday qizg'in tarzda boshlandi. Navbat 15-19 yoshli yigit-qizlar bellashuviga yetib keldi. Ma'lumot uchun 23232 nafar ishtirokchi ayni guruh bellashuvlarida o'z omadini sinab ko'rish istagini bildirgan. Men ikkinchi bo'lib chiqdim. Menga Hali hayot bor asari tushdi. To'g'risi bu asarni kutmagandim. Qisqa asar biroz tushunarsizroq bo'ldi, lekin barchasi yaxshi. Hali oldinda tezkor savol javob sharti ham bor. Shunga hozir tayyorlanmoqdaman. Bu yerdagi bilim umuman shukuhi boshqacha. 15-19 yosh toifasidagi keltirilgan 50 ta asarlarning barchasi menga juda ham yoqdi. Ayniqsa jahon adabiyotida hamda o'zbek adabiyotida berilgan asarlar, shuningdek ilmiy ommabop asarlar, yoshlik jurnali, uyg'onish to'plami va juda ko'plab asarlar kitobxonni fikrlashini kengaytiradi. Tanlovni boshida men unchalik e'tibor bermagan katta kitoblar tushib qoladi deb juda ham xavotirlandim. Keyin chiqqandan keyin o'zim o'qigan kitobim tushdi va qo'ldan kelgancha sharhladim. Lekin baribir asarda ko'lami katta bo'lganligi uchun vaqt yetishmovchiligi bo'ldi, lekin shaffof tarzda baholandim. Savollarga qo'ldan kelgancha javob berdim va yaxshi javob bera oldim deb o'ylayman. 15-19 yosh toifasidagi kitobxonlar orasida ham tanlovning respublika bosqichiga yo'l oluvchi mutolaasevar nomi aniq bo'ldi. Unga ko'ra Xo'jaobod tumani Uchko'cha mahallasi vakilasi Gulnora Soliyeva yakuniy bosqichda qatnashishdek mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Mana bu yil o'tgan mavsumda bo'lgan xatolarimni takrorlamagan holda qattiq o'qishga harakat qildim. Natijasi mana bugun ko'rib turganimizdek yaxshi yakun topdi. Bu bilan to'xtab qolish yo'q. Respublika bosqichida katta mas'uliyat kutib turibdi. Bu yil Andijon mezbonlik qiladi va viloyatimiz sha'nini munosib himoya qilgan tarzda elektromobilni o'z viloyatimda olib qolishga harakat qilaman. Nihoyat kunning ikkinchi yarmiga kelib 20-30 yosh toifasidagi kitobxonlar ham tanlovning hududiy saralash bosqichiga shunchaki omad tufayli kelib qolmaganliklarini o'z bilimlari orqali isbotlashga kirishishdi. Ular orasida ayni dam 30 yoshni qarshilab so'nggi imkoniyatini ishga solayotgan katta ilinj bilan bahslarga jiddiy tayyorgarlik ko'rganlarni ham ko'plab uchratdik. Yosh kitobxon tanlovida 20-30 yosh toifasida 30 yoshda qatnashyapman. Avvalo bu tayyorgarlik ko'rish jarayonida juda ham ko'plab kitoblar o'qiganim, o'zimga ma'naviy ilm olganim men uchun juda ham foydali bo'ldi. Men o'zim oilali bo'lganligim, farzandlarim borligi uchun oshinib, albatta o'tirib, alohida o'tirib kitob o'qishga vaqtim yetmadi. Men aynan shuncha yildan beri qatnashmasdan bu yil qatnashishimga eng katta sababchi bu mutolaa ilovasi. Mutolaa ilovasini shu yaratuvchilariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ko'plab asarlarni va testlarini mutolaa ilovasi orqali o'qidim, ishladim. Men yoshlarga shunday demoqchimanki, o'qing, o'rganing, hech qachon kam bo'lmaysiz. Yosh kitobxon ishtirokchilarini rag'batlantirayotgan rag'bat sovg'alarimizni miqdorlarini oshishligi ularni yanada bu sohaga kirib kelishlikka chorlayapti. Xususan o'tgan yil mana o'zim respublika bosqichida ishtirok etdim va unda Cobalt avtomobil mashinasi topshirilgan bo'lsa, bu yil endi elektromobilga o'zgartirilganligi bu yoshlarni juda ham bir kuchli shijoat bilan chorlayapti. Asosan pedagoglar qatnashgan 20-30 yoshdagi 16 nafar ishtirokchilar orasida ham kuchli raqobat bo'lsa-da, kichik farqlar bilan g'olib nomi ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra, Jalaquduq tumani Shoira mahallasida istiqomat qiluvchi Shoira Abduvahobova eng yuqori ball to'plashga muyassar bo'ldi. Yosh kitobxon tanloviga bu yil 4-bor qatnashishim, avvalgi yillardagi xatolar ustida qayta ishlaganimiz sababli bu yil nasib qilgan ekan. Respublika bosqichiga yo'llanma oldik. Tanlovga tayyorlanish jarayonida menga sharoit yaratib bergan turmush o'rtog'imga juda kattakon rahmatimni aytib qolaman. Kadr ortida meni qo'llab-quvvatladi. Xudo xohlasa, ularning ishonchini respublika bosqichida ham oqlayman. Yosh kitobxonlar tanloviga qizimizni, ya'ni
kelinimni qo'llab-quvvatlagan kelganmiz. Keliningizni bilim imkoniyatlariga qanchalik ishonasiz? Kelinim harakatchan, imkoniyatlarini yaxshi bilaman. Juda ko'p kitob o'qigan. Ba'zida o'zim ham intervyu olib turaman. Nechta kitob o'qigansiz deb hazilomuz so'rasam, 150 dan oshiq kitob o'qidim deb aytib qoladi. Kitobga qattiq qiziqadi, bilimiga ishonaman. Yuqori o'rinlar olishiga tilakdoshman, omad tilayman. Bu yilgi yosh kitobxon tanlovining Andijon viloyati bosqichi g'oliblari final bahslarida ham hududlari sharafini o'z uylarida himoya qilishadi. Boisi mutolaasevarlar bahsining respublika bosqichiga aynan Andijon viloyati mezbonlik qiladi. Biz esa javondagi javohirlarga do'st tutingan yigit-qizlarning bellashuvlari haqidagi tafsilotlarni kelgusi dasturlarimizda yetkazamiz.